Assalomu alaykum, qadrli YouTube muxlislari. Barchangizni Ramazon oyi bilan tabriklayman. Sizlarga internet orqali pul ishlash loyihalarining bir turini ko'rsatib bermoqchiman. Men bunday loyihalarning ko'pgina turlarini ko'rib chiqdim va bularning ichida menga yoqqani bu AdWord app loyihasi bo'ldi. Haqiqatan ham ajoyib programma. Men bu programma orqali ko'pdan beri ishlayman. Hech qachon aldamaydi. Real pul ishlasa bo'ladi. Bu yerda mana bu noviy zakaz degan joyda bizga zakazlar keladi va bu zakazlarni biz zakaz, ya'ni reklama uchun berilgan programmalarni biz skechat qilib telefonimizga uстановка qilamiz va shu uchun bizga pul to'lashadi. Mana men ishlagan programmalar bu albatta bugungi va mana bu yerda открыть приложение degan joyda e'tibor bering. 2 rubl 2 rubl 82 kopek pul to'langan. Bu faqatgina mana shu bitta programma uchun to'langan pul. Va men bu programmalarni udovat qilmadim, sababi ikkinchi va uchinchi kunlari ham kirsam menga yana ozgina pul berishadi. Va mana meni Kiwi kashalogim istoriyasini ko'rsataman va internet orqali tushirilgan pullarni sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda 3 rubl, 10 rubl, mana bu 150 rubl esa e'tibor bering, ostiga Kiwi deb yozib qo'yilgan. Bu avtomat orqali menga tushirilgan pul. Menga internet orqali pul ishlasam 1261 raqam orqali tushiriladi. Mana 18 rubl, va mana 6, 4, 3, 5 rubl, 6 rubl, 26, 6, 31 rubl. Xullas, shunaqa azizlar, men bu programma orqali ko'pdan beri ishlayman. Bunda har holda minglab dollar bo'lmasa ham internetimiz uchun yetarli, balki undan ham ko'proq pul ishlashingiz mumkin. Qancha vaqtingizni sarflashingizga bog'liq. Mana bu yerda mana mobilniy счет yoki Kiwi kashalog yoki WebMoney kashaloglarga tushirib olish imkoniyati bor pulni, ishlagan pullarni, ya'ni menda hozir bu yerda noviy zakaz yo'q. Bu programmaning yangicha versiyasi bor. Unda faqatgina noviy zakaz kutib o'tirmasdan partnerskiy zakaz degan joy bor. O'sha orqali ham pul ishlasa bo'ladi. Hozir kirib ko'ramiz. Bu yerda menimcha menga noviy zakaz keldi va bu orqali men sizlarga hozir pul ishlab ko'rsataman. Programmamizni aktiv qilib olamiz. Mana programmamiz aktiv bo'ldi va aktivni degan joyga kirib, o'sha programmamizni ustiga bosib va загрузить из Google Play degan joyga bosamiz va mana bu yerda hozir shu programmaning nomi chiqadi. Programmaning nomini o'qib olamiz. Nomi Casino Vulkan ekan. Ya'ni programmaning nomi shunaqa. Demak, biz buni Google Playga yozamiz yoki gapiramiz. Yo'q, qabul qilmadi, chunki gapirishni hozir men video yozayotganim uchun gapirib bo'lmas ekan. Yozamiz Casino Vulkan. Bu yerda bunday programmalar juda ham ko'p. Shuning uchun biz o'sha reklamada kelgan programmani rasmini yodda saqlab qolamiz va xuddi mana shu programmani o'zini skechat qilishimiz kerak bo'ladi. Agar biz boshqa programmani skechat qilsak, albatta bizga pul berishmaydi. Biroz kutamiz. Va mana programmamizni uстановка qilib ham oldik va endi bu programmamizga o'sha AdWord app loyihasi orqali kirib bir marta открыть qilamiz. Hozir ko'rsataman. Ozgina kutamiz. Mana bu yerda aktivniy zakaz degan joydan kirib programmamiz ustiga bosamiz va
E'tibor bersangiz mana найти приложение degan joyga zelyoniy птичка qo'yildi. Demak, biz programmani to'g'ri sketchat qilib oldik va открыть приложение qilamiz va qaytib bu programmadan chiqib ketamiz va bo'ldi. Endi xohlasak programmani o'tkazib tashlashimiz mumkin. Biroz kutamiz va bizga va'da qilingan pul albatta kelib tushishi kerak. Kutamiz. Va mana ko'rib turganingizdek 3 rubl pul bizga kelib tushdi. Va bu pulni biz xohlasak ko'proq qilib tushirib olamiz, xohlasak hozir va men sizlarga qanday tushirib olishni ko'rsatish uchun hozir men tushirib olaman. Bu yerga qancha tushirib olishimizni xohlasak shuni yozamiz. Bu yerda bizda 4 rubl hammasini tushirib olamiz va bu yerga kошелек nomerimizni kiritamiz. Va ввести va подтвердить tugmachalarini bosamiz. Va bu yerda pul ko'pi bilan 8 soat ichida borib tushishi kerak degan yozuv chiqdi, lekin biz 8 soat kutib o'tirmadik. Pul allaqachon bizga Kiwi koshelogimizga kelib tushdi. Va mana e'tibor bersangiz boya 168 rubl 30 kopek pulim bor edi va 172 rubl 30 kopek pul bo'ldi. Demak, haqiqatan ham 4 rubl bizga kelib tushdi. Xullas, shunaqa azizlar, bu programma hech qachon aldamaydi va bu programmani sketchat qilganingizda boshida promo kod so'raydi va bu kodni siz kiritsangiz sizga 5 rubl bonus beradi va men bu programmani video ostida kommentariyada yozib qoldiraman. Ya'ni bu kodni va bu kodni kiritishingiz bilan menga referal bo'lasiz va buni sizga hech qanday ziyoni ham yo'q, foydasi ham yo'q menga. Agar siz menga referal bo'lsangiz, menga shu orqali men sizni taklif qilganim uchun mana shu loyiha, mana shu programma menga pul beradi. Va kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr azizlar. Video yoqqan bo'lsa, like qo'yishni unutmang.